Qo'qon shahrida Ramazon oyi arafasida arzonlashtirilgan yarmarka tashkil etildi. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ko'rsatmalar ijrosi doirasida saxovat, mehr-oqibat va shukronalik ramzi bo'lgan muborak Ramazon oyi arafasida aholi dasturxoniga hamyonbop va sifatli mahsulotlar yetkazib berish maqsadida arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi faoliyat olib bormoqda. Narx-navolar yaxshi, yog'larimiz ham, tuxumlarimiz ham, hamma narsamiz yaxshi. Ma'qul hammasi. Qo'qon shahridagi markaziy dehqon bozorida o'tkazilayotgan yarmarkada asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari hamda xalq iste'moli mollari aholiga arzonlashtirilgan narxlarda taklif etilmoqda. Narx-navolar juda yaxshi, oldingidan ancha arzon. Rahmat shunchalik tashkillashtirishganiga, meva-cheva hamma narsalar arzon, kayfiyatlar a'lo darajada. Kelayotgan Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz. Mana bu tashkil etilgan yarmarkalardan juda xursandmiz. Mana shu yarmarkani tashkil qilgan tashkilotlarga sinamay rahmat aytamiz, hokimimizga rahmat. Shunchalik xalqni o'ylab nima qilishganiga Prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Tadbirning asosiy maqsadi muqaddas kunlar arafasida ichki bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash hamda sifatli mahsulotlar bilan uzluksiz ta'minlashdan iboratdir. Mas'ul tashkilotlar tomonidan mahsulotlar yetkazib berish hajmi va sifati doimiy nazoratga olingan. Shuningdek, savdo jarayonlarining shaffofligi va tartibli tashkil etilishi ta'minlanmoqda. Bunday ezgu tashabbuslar muborak Ramazon oyini ko'tarinki ruhda, osoyishtalik va barqarorlik muhitida o'tkazishga xizmat qiladi. Ulug'bek Norboyev, Zibo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.